Dilizxorim loyihasi. Sizning yaqinlaringizning yaxshi kunlarida xizmat qilishdan hamisha mamnunmiz. Alo, assalomu alaykum Gulsanamxon, salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli Gulsanam, men Telegram ijtimoiy tarmog'idagi Dilizxorim loyihasi boshlovchisi bo'laman. Bugungi ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Sizni bugungi go'zal ayyom munosabati bilan tabriklash, o'zining samimiy tilaklarini, ajoyib dilizxorlarini yo'llash maqsadida yaqin insonlaringizdan, mehribonlaringizdan biri bizni loyihamizga murojaat qilgan. Keling, ijozat bersangiz, bir necha daqiqa vaqtingizni ayamasangiz, mana shu yaqinlaringizning sizga degan ajoyib tilaklari va dilizxorlarini mamnuniyat bilan yetkazib qo'ysam. Hurmatli Gulsanamxon, shu o'rinda sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bizni loyihamiz orqali sizni aynan qaysi yaqiningiz qutlayotgan bo'lishlari mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Ukammi? Yana kim bo'lishi mumkin? Ya singlim, ya ukam. Keling, sizga mana shu kichkinagina syurprizni kim yo'llayotgan bo'lishi mumkinligini o'zim ayta qolay, sizni ko'p kuttirmasdan, ha? Mayli. Bugungi ayyom munosabati bilan sizni tabriklash maqsadida bizni loyihamizga murojaat qilgan, o'zining samimiy tilaklari, yuragining tub-tubidagi eng ezgu dilizxorlarini yo'llash maqsadida bizni loyihamizga murojaat qilgan yaqin insoningiz, mehriboningiz, sizning bir umrlik umr yo'ldoshingiz, turmush o'rtog'ingiz Eldorbek tomonidan yo'llanayotgan ekan. Qolaversa, jajjigina farzandlaringiz Mirjahon hamda Dilnozaxonlar nomidan turmush o'rtog'ingiz bizni loyihamizga o'zining dilizxorlarini yo'llagan ekanlar. Marhamat, turmush o'rtog'ingizning sizga atagan ajoyib tilaklari va dilizxorlari. Salom mening qalbim quyoshi. Salom mening qalbim quyoshi, bebaho gavharim. Jonimni, jismimni o'rab turgan muhabbatimning egasi. Bugungi ayyom mening baxtim, dunyoga kelgan kun, seni tavallud topgan kuning muborak bo'lsin. Bugungi ayyom sababli senga qalbim qo'ridagi, yuragim to'ridagi eng ezgu va samimiy tilaklarimni avvallari aytgim kelsa-da, biroz istihola qilib, yigitlik g'ururim sabablimi bilmadim, nimagadir ayta olmagan gaplarimni ushbu loyiha orqali senga yo'llamoqqa qaror qildim. Azizam, ba'zan hayot tashvishlari va muammolari bilan bo'lib sening meni mehru muhabbatimga muhtoj yuragingga biroz ozor yetkazib qo'yaman. Jahl ustida o'zim bilmagan hollarda seni ko'nglingga ozor berib qo'yaman. Ammoki erkaklik g'ururim sabablimi bilmadim, yana kechirim so'ramoqlikka irodam, kuchim yetmaydi. Bilaman, aslida sen sevilishga, chiroyli munosabatlarga munosib ayolsan. Sen bilan o'tgan har bir kunimdan minnatdorman, mingdan ming roziman. Sinovli, tashvishli, shodiyona va xursandchilik kunlarimdan ham. Maqsadim esa yagona, sening ham bu dunyoda chiroyli va go'zal bir hayot yaratish sen bilan birgalikda va Allohning rizoligini olib, sen bilan qo'l ushlashib, Ka'batullohni tavob qilish, hoji ota, hoji ona maqomiga muyassar bo'lib, Alloh bizni suyib bergan bir-biridan shirindan shakar farzandlarning baxti kamolini, huzur halovatini, rohatini rohatlarda ko'rib, hayot gashtini surmoqlikdir. Suyukligim, hamisha kulib yurgin, hech qachon xasta bo'lma. Umr bo'yi hayot tashvishlari-yu xursandchiliklarida yonimda bo'l. Seni mehringga suyanib, qo'llaringdan tutib, iliq mehr taftingning otashida hayot gashtini suray. Baxtlilar bizga baxt havas ko'zlari bilan qarasin. Allohdan so'ragan nimaiki go'zal niyatlaring, orzu va maqsadlaring bo'lsa, barchasiga bekami ko'st ortig'i bilan erishib yurgin. Umr bo'yi yonimda bo'l. Sen bilan hayotimning bir lahzayu bir onini tasavvur qila olmayman. Men uchun hamisha qadrlisan, hamisha ardoqlisan. Ilohim, baxtimizga hech qachon xasta bo'lmagin. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Baxt nima? Men uchun aytaymi senga? Xabar berolmasam xavotir olsang, keyin yaxshiman-u desam o'zingga, ishonmay yonimga kelguncha shoshsang.
baxt nima men uchun aytaymi senga har qanday holatda yonda turishing, dard kelsa simirib baxtga cho'milib quvonchu qayg'uda birga bo'lishing. Baxt nima men uchun aytaymi senga mana shu dunyoda sening borliging, mendan ham yaxshiga to'lgan olamda faqatgina yolg'iz menga yorliging. Baxt nima men uchun aytaymi senga har qanday holatda yonda turishing. Mana shunday chiroyli misralar, chiroyli dil izhorlari bilan o'zining tabrik so'zlarini yakunlagan ekanlar turmush o'rtog'ingiz. Marhamat, endi Gulsanamxon, sizni eshitamiz. Mana shu onda farzandlaringizga va alohida turmush o'rtog'ingizga sizning ham tashakkurnomalaringiz, aytajak dil izhorlaringiz bo'lsa, bizni loyihamiz orqali yetkazib qo'yishingiz mumkin. Ayni fursatlarda eshitamiz sizni. Rahmat tilaklar uchun. Men shu kunlarni ilohim. Bolalarim sog' salomat bo'lsin. Ilohim. Sizga ham kattakon rahmat. Sizga ham kattakon rahmat. Bizga ajratgan qimmatli vaqtingiz uchun men ham shaxsan o'zim va ijodiy jamoamiz nomidan sizni bugungi ayyom bilan chin yurakdan qutlayman. Ilohim mana shu turmush o'rtog'ingiz bilan qo'sha qarib, bir-biridan shirindan shakar farzandlaringizning baxt kamolini, rohatini rohatlarida ko'rib, to'ylarida to'yboshi bo'lib yurishlaringizning tilakdoshiman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugungi ayyomni yaxshi o'tkazing. Rahmat. Sog' bo'ling. Kattakon rahmat. Bog'u bo'ston qaridan kelding kechib baridan, o'tmading hech naridan, boringga shukr. Hali sevgi borligim, baxtli songa yorligim, ko'rsatding chiroyligim, boringga shukr. Tanamda bir jon bo'lding, ruhimga orom bo'lding, dardimga darmon bo'lding, boringga shukr. Baxtdan aylanar boshim, ancha yoshardi yoshim, umrimdagi quyoshim, boringga shukr, boringga shukr, boringga shukr. Yonimda bo'lgan haroning, boringga shukr, boringga shukr, boringga shukr. Qiynalsang-da qilmagan qarzoringga shukr. Ayolingizni oy kunlari yaqin. 3-4 kun qolib davolanishlari kerak. Baxtimsan o'zing yolg'iz, baxt yarim bo'lar sensiz. Parilardek go'zal qiz, boringga shukr. Yerdagi oy farishtam, o'silmas sevgi rishtam, chiroyligim sarishtam, boringga shukr. Tanamda bir jon bo'lding, ruhimga orom bo'lding, dardimga darmon bo'lding, boringga shukr. Baxtdan aylanar boshim, ancha yoshardi yoshim, umrimdagi quyoshim, boringga shukr, boringga shukr, boringga shukr. Yonimda bo'lgan haroning, boringga shukr, boringga shukr, boringga shukr. Qiynalsang-da qilmagan qarzoringga shukr. Boringga shukr, boringga shukr. Yonimda bo'lgan haroning, boringga shukr, boringga shukr, boringga shukr.
shukr, qiynalsang-da qilmagan xarizoringga shukr. voy jon bolam, sog'inib ketdim u sizlarni. Xo'sh, Hali vaqtli ekan dadasi. yaxshiyam sen borsan. Boringga shukr.